O'tiribsanmi hali? O, yo'qotdi-yu, bilmayman, bo'ylarigacha og'riyapti. Qizdiratib qo'y, xo'p. To'xtang aka. Buni o'zini mutaxassisiga topshiring, chunki bo'yin sohasida ko'p nervlar o'tgan bo'ladi-da. Buni noto'g'ri qilinsa, hozir buni oyoqlarigacha shol bo'lish oqibatigacha olib kelishimiz mumkin. O'shaning uchun har bitta muskullar buni bo'shligini ko'rishimiz kerak va buni qirsilatish davomida muskullar bo'shashganmi, bemorimiz o'zi tayyormi shu narsaga, shuni bilishimiz kerak. Agar noto'g'ri qilinadigan bo'lsa, oyoqlariga yoki boshqa tana a'zolariga shikast yetkazib qo'yishimiz mumkin. Qale o'rta. Boshqacha bo'ldi lekin. Mutaxassis. Yengil bo'lib qoldi-yu. Bu narsani uy sharoitida qilish hech kimga tavsiya qilmayman. Bu juda zararli. Agar bilmasdan qiladigan bo'lsa, ko'p holatlarda bizda bo'lgan bu narsa ikkita og'ayni bir-birini qirsillatib,